Assalomu alaykum matematikaga qiziquvchilar. Meni ko'p o'quvchilarim yaqinda test ishlab turishibdi. Mana shu savol muammo bo'lgani uchun yechilish usulini ko'rsatmoqchiman. Agar qiziquvchilar bo'lsa, mana bir yechilish usullaridan biri bo'ladi bu. Men foydalanishga yaxshi. Hop, boshladik. Uchala ildiz mana x, y, z uchalasi yig'indisi 10 ga teng. Uchalasi ham musbat haqiqiy sonlar. Keyin mana bu uchta ildiz yig'indisi 24 ga teng bo'lsa, keyin shartlar bergan. X, y taqsim z. Xullas x, y, z uchalasini topishga to'g'ri keladi. Boshladik. 6 minus x, 6 plus x ko'paytiruvchi ajratib chiqamiz. 7 minus y, 7 plus y. 13 minus z, 13 plus z barobar 24 ga. Endi bizlarga ma'lumki ax, ay, az keyin b, bx, by, bz vektorlar uchun skalar ko'paytma ax, bx, ay, by, az, bz ga to'g'ri keladi. Ax, bx, ay, by, az, bz deb qarasak, ularda ko'paytmasi, skalar ko'paytmasi 24 ga teng bo'ladi. Demak, ax ildiz ostida 6 minus x ga, ay ildiz ostida 7 minus y ga, az ildiz ostida 13 minus z ga teng bo'lib qoladi. Demak, bx ax'da ildiz osti 6 minus x, ildiz osti 7 minus y, ildiz ostida 13 minus z deb yozishimiz mumkin. Xuddi shunday b vektor uchun ham, mana bu a vektor, b vektor uchun ham xuddi shu plyusliklari bo'ladi. 7 plus y, 13 plus z. Mana bu a vektor, bu b vektor bo'ldi. B vektor ham xuddi shunday, mana shu natijaga keladi. Endi a ni moduli degani ax kvadrat, ay kvadrat, az kvadrat. O'rniga qo'ysak, ax o'rniga ildiz osti 6 minus x kvadrati, ildiz ostida 7 minus y ning kvadrati, ildiz ostida 13 minus z ning kvadrati bo'ladi. Mana kvadratlar, ildizlar ketadi. Barobar 6, 7, 13 alohida, x, y, z alohida qavs qilib olsak, mana ildizlardan chiqqandan keyin mana bu uchalasini yig'indisi 26, mana bu x, y, z yig'indisi esa 10 ga teng. Bu mana 4 bo'lishi qiyin. Bo'lish qiyin emas. Xuddi shunday b vektorga ham kelsak, uchalasini kvadratlarni yig'indisi birdan yozib qo'ysak, 7 plus y, nega mana ular plyusligidan 13 plus z barobar 6, 7, 13, 26, x, y, z o'rniga 10 ni qo'ysak, demak 36, 6 chiqadi. Endi bizlarga ma'lumki ikkita vektor skalar ko'paytmasi mana bunday ko'rinishda edi. Demak, a ko'payganda mana e'tibor bersa 24 ga teng, o'rniga qo'yamiz. A ni moduli 4 ga teng, b ni moduli 6 ga, kosinus alfa. Bu yerdan kosinus alfa 1 ga teng, demak alfa barobar 0 gradus. Bu nima degani? A vektor bilan b vektor demak parallel ekan. Bilamizki, parallel yoki qarama-qarshi vektorlar kollinear vektorlar deyiladi. Kollinear degani shartini hamma eslaydi. Bx, ay, by, az, bz barobar
o'zlarini modullarini mana nisbatiga. Hop, buni mayli 4 taqsim 6 barobar 2 taqsim 3 desak bo'ladi. Ax bx o'rniga izohida 6 minus x, izohida 6 plus x, izohida 7 minus y, izohida 7 plus y, hammasini o'rniga qo'yib chiqamiz. 13 minus z izohida 13 plus z barobar 2 taqsim 3 ga. Bundan izohida 6 minus x taqsim 6 plus x 2 taqsim 3 ga, izohida 7 minus y 7 plus y 2 taqsim 3 ga, izohida 13 minus z 13 plus z 2 taqsim 3 ga. Ko'rinib qoldi. X chiqadi bu yerdan, y chiqadi, bu yerdan z chiqadi. Mana keyin ular so'ragan ikkita uchta shart bo'lsa hammasini topsa bo'ladi. Mana bu bitta usul vektorlar yordamida ishlash.